Assalomu alaykum hammaga. Demak, yana masala o'sha elektromagnetizm fayldan masalashishda davom etamiz. Bugungi ishlaydigan masalamiz juda ajoyib masala. 17-masala hisoblanadi. Ba'zi bir mulohazalar yuritishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, 17-masala qanday? Aytilyaptiki, silindrik havoli kondensatorning ichki radiusi R1, demak tashqi radiusi R2 bo'lib, u delta phi, ya'ni u delta phi bo'lish kerak-da. U delta phi potensial farqigacha zaryadlangan, ya'ni delta phi 0. Ya'ni mana bu yerda keltirilgan chizmada e'tibor berib qaragan bo'lsak, mana ostida yozilgan. Demak, delta phi 0 nimada raspechkatkada ketib qolganda yozishdi. Delta phi 0 potensiallar farqigacha zaryadlangan ekan. To'g'rilab qo'yaman keyin. Xo'p, qoplamalar orasida solishtirma qarshilik R, mana rasmda qarab turibdi. Ikkita qoplama orasida solishtirma qarshilik R bo'lgan. Kuchsiz o'tkazuvchi muhit, ya'ni dielektrik, lekin nima qiladi? Dielektrikda har xil nuqsonlar bo'lishi hisobiga nima qiladi? Tok o'tkazib yuboradi. Kuchsiz o'tkazuvchi muhit bo'lib to'ldirilgan. Demak, dielektrikda aytyapti aslida. Kuchsiz dielektrikda o'tkazuvchi muhit. Kuchsiz o'tkazuvchi muhit deganda bu nuqsoni bor dielektrik misol keltirilyapti. Xuddi shunaqa tartibda bilan to'ldirilgan. Agar kondensator balandligi, ya'ni uzunligi L bo'lsa, sirqishdagi tok kuchini toping. Ya'ni rasmda ko'rsatilgan. Xo'p, ana endi e'tibor berib qarasak, birinchi navbatda har doimgidek rasm chizib olamiz 17-masala uchun. 17-masala. Masala har doim birinchi navbatda rasm chizib olamiz. Demak, ichki radius bor. Ichki radius. Birinchi buni chizib olamiz. Keyin bizda mana bu tashqi radius ham bor. Bu ichki radius bo'lsa, tashqi radiusda ham chizib olamiz. Demak, mana bu qism bizga tashqi radius beradi. Xo'p, yaxshi. Buni ham chizib olay degan bo'lsam. Demak, mana bu tashqi radius. Xo'sh. Mana bu yerda dielektrik muhit bor. Dielektrik muhitda bunday belgilab olsam bo'ladi. Xo'p, mayli, undan oldin nimalar belgilab olay? Ichki radius va tashqi radius. Mana ichki radiusini olaylik. R1 bo'lsin, tashqi radiusda aytaylik R2 bo'lsin mana. R2 bo'lsin. Endi har doimgi qilayotgan ishda qilamiz. Ya'ni bitta ichki ya'ni nima? Silindr, tashqi silindr. Ya'ni bir-biriga kiydirilgan holatda tursa va ular orasi qanaqadir dielektrik bilan to'ldirilsa, o'sha oraliqda har doimgidek R1 dan katta R, kichik R2 oraliqda qanaqadir radius chizib olaman. Va bu radius o'sha dielektrikli muhitga to'g'ri kelsin. Ya'ni kuchsiz o'tkazuvchi muhit deyilyapti-ku masalada, o'shanga to'g'ri kelsin. Demak, mana bu yergacha olaman. Ya'ni bu o'sha qatlam ajratib olaman. Buni mana bunday ko'rishimiz mumkin. Alohida R deb turaman va buni alohida chizib olaman mana bu yerga. Ya'ni ustidan ko'rinishini chizib olaman. Mana ichki radiusimiz. Yemayapti rasm.
Demak, mana bu ichki radiusi. Mana bu endi olaylik tashqi radius. Ustki ko'rinishini chizib olaman mana. Masalan, yaxshilab tushunib olish uchun ustki mana ichki radiusini aytaylik R1 bo'lsin, tashqi radiusi aytaylik R2 bo'lsin. Biza o'sha oralikda dr qalinlikli o'sha uzunligi L, mana bu yerda ham uzunligi, mayli qora ruchka bilan yozaman bunda ham. Uzunligi L, mana bu yerda muhit rho bo'lsin. Albatta epsilon ham bor, aytamiz. Endi buni o'tsam mana. Demak, mana bu muhit to'ldirilgan, dielektrik muhit to'ldirilgan. Mana bunday qilib qo'yaman, dielektrik. Ya'ni o'tkazuvchi muhit bu ustki ko'rinishida, o'sha silindrda ustki ko'rinish. Demak, dielektrikda mana bunaqa ko'rinishni chizib qo'ysam. Demak, mana shundan R radiusli nima ajratib olyapman? Dr qalinlikli bir halqa ajratib olaman mana. Bunday ajratib chiqsam, mana R radiusli buni qalinligi ham bor. Ma'lum bir dr qalinlikka ega bo'lgan, qalinlikka ham ega bu narsamiz bizda. Demak, mana shunaqa ko'rinishga ega. Mana bu qalinlikka ega bo'lgan qatlam ajratib oldim mana. Muhitdan ajratib olyapman. Odatda vakuumdan ajratilmaydi hech qanaqasiga. Muhit bo'lsa, muhitdan ajratib integrallab chiqarsa bo'ladi. Bizga kerakli formulani. Endi buni qalinligini aytaylik dr deylik mana. Buni qalinligini dr qalinlikli R radiusli, mana radius R bo'lgan qatlam o'sha oralikda o'taydi. Xo'p, ana endi bu uchun, ya'ni albatta rho nima qatnashyaptimi? Solishtirmazlik. Demak, bu qatlamning qarshiligi bor. Bu qatlamda Joulens issiqligi, ya'ni Joulens qonuni bajariladi. Qarshilik bor joyda tok, ya'ni sirqish toki mavjud bo'ladi. Ya'ni o'tkazuvchi muhit deyapti. Kuchsiz o'tkazuvchi muhit bo'lgandan keyin bu dielektrik tok qo'yib yuboradi-da, tok o'tkazib yuboradi. Tok o'tkazib yuborgandan keyin bu yerda albatta qarshilik bor, Joulens issiqligi ajraladi. Rho berilyaptimi? Demak, formulani rhoga bog'lashimiz kerak bo'ladi bu yerda. Xo'p, endi silindr uchun o'sha qarshilikda differensial ko'rinishni yozaman. Qarshilik formulasini qaysi formulasini? Differensial formulasini yozaman. Qanday bo'ladi? Bizda qarshilik qanaqa edi o'zi? Odatda qarshiligimiz hamma biladi. R barobar rho L taqsim S, to'g'rimi? L taqsim S. O'shani men endi buni o'chirib turaman. Ya'ni differensial ko'rinishni yozaman bu silindr uchun. Silindr uchun demak, mana bu yerda bizda bor delta phi 0 bor. O'sha potensial farqi bor. Qoplamalar orasida potensial farqi. dr yozaman. O'sha silindr uchun qarshilik rho, albatta. Biz nima dedik? O'sha nimani qatlamda endi o'lchaganimizda uzunligini mana bunaqasiga o'lchaymiz. Ya'ni silindrda ichki radiusdan tashqi radiusgacha o'q o'tkazib o'lchaymiz qatlamda. Tushunarli mana. Mana bunday turibdi. Mana bunda o'q o'tkazdim. Ichki radius, ya'ni markazi. Bunda x o'qini o'tkazdim. Mana bu yergacha ichki radius R1 bo'lsa, kattaroq chizay. Sizlarga tushuntirish uchun chiroyli qilib tushuntirib bermoqchiman. 0. Misol uchun mana bu ichki radius R1. Tashqi radius mana R2. Men qatlam markazdan bu yoqqa qarab radial bo'yicha x o'qini bunday chiqazib oldim. Va mana bu oralikda muhit bor. Va men mana shu yerdan uzunlik ajratyapman. Uzunlik dr uzunlik, mana dr uzunlik ajratib oldim mana.
Mana bu bo'lak ajratib oldim, dr. Endi mana bu o'sha differensial ko'rinishda qanday yozishim kerak edi? dl taqsim s yozishim kerak edi. Ya'ni mana bu differensial dl differensial. Bizda mana bu ham differensial. 3 ta differensial kelmaydi. Ya'ni bir tomonda mana chekli keldimi, ikkinchi tomonda ham mana bitta chekli qatnashyapti. Bitta chekli. Endi ds da differensial yozishim ham mumkin. Boshqa holatlarda ds da mana bunaqa butun keladi har doim deb ayta olmayman. Differensial kelishi ham mumkin ds ham faqat. Lekin bu holatda, hozirgi holatimizda ds da differensial qilib ajratmadim. Faqat men differensial qilib ajratdim. Qaysi qismdan? O'sha radial qismdan, qanaqadir o'sha muhitdan, ya'ni ro o'tkazuvchi muhitdan, kuchsiz o'tkazuvchi muhitdan ozgina, ya'ni dr uzunlikli qatlam ajratganim uchun men s ga teginmayman. Chunki s saqlanadi, uzunlik bo'yicha ketdi. Mana bu ajratgan bo'lsam, lekin uzunligiga nima qilmadim? Teginmadim. Mana l ga teginmadim yoki r radiusiga radiusini bo'laklamadim. Demak, bizda holatda faqat dl bo'laklanib turar ekan, ya'ni kichik bo'lak. Demak, boya aytganimdek, matematik jihatdan mana bu bir tomonda chekli qism bo'lsa, ikkinchi tomonda ham bitta chekli bo'lishi kerak, bitta yoki ikkita. Tushunarli? Mana ds ham olishim mumkin edi, lekin bo'lmaydi deb aytayapman. ds da differensial kelmaydi, chunki u butun. Ana endi men bu holatda dl deb oldim, ya'ni bizda hozir dl ajratgan qism dr ga teng bo'lyapti. S nimaga teng? S mana bu markazidan r masofagacha, ya'ni 2πr l bo'ladi. Ya'ni yon sirti. Butun bir mana shu dr qalinlikdagi nimani yoysam, mana yoysam, buni ham qalinlikchasi bor, ozgina. Mana qalinligi ham bor, mana qalinligini dr dedim. Demak, bunaqa yoyilmasi 2πr dedim, 2πr. Ya'ni yoysam, silindrda yoysam, mana bu L uzunligi. L nimasi? Mana bu kondensatorda, o'sha silindr kondensatori uzunligi. Demak, tushundik-a, yon sirtini yuzini qo'yar ekanım. Demak, silindr uchun qarshilikda differensial formasi qanaqa chiqdi bizda? dr barobar ro dr taqsim 2πr l chiqar ekan. Mana bu silindr uchun yozib qo'ysalar ham bo'ladi. Bu o'zgarib ketmaydi. Bu mana bu silindrik qarshilik uchun, masalan, qarshilik uchun differensial formada qarshilikning differensial ko'rinishi. Differensial ko'rinishi formasi. Yani u qoidalar o'zidan kelmaydi. U qandaydir hisob kitoblar orasida yaratiladi bu qoidalar. Xo'p, endi buni integrallayman. Mana shu silindr uchun qarshiligini topib olaman. Demak, dr da integral r bo'ladi. Bizda chiqadigan ifodalar nima chiqadi? Ro taqsim 2πl chiqadi. Ro taqsim 2πl chiqadi. Integraldan integral ichki radiusdan tashqi radiusgacha dr taqsim r bo'lyapti. dr taqsim r. Xo'p, buni integrali nima bo'ladi? Ro taqsim 2πl bo'ladi. Ro taqsim 2πl ln bo'ladi albatta. r2 taqsim r1 ko'rinishga keladi. r2 taqsim r1 ko'rinishga keladi. Mana bu silindr, mana shu holatdagi bizda silindr uchun r barobar, mana shu holatda yozib qo'yaman mana. Bundan ko'rinib turibdiki, r barobar ro taqsim 2πl, mana silindrik kondensator umumiy qarshiligini topish, mana r2 taqsim r1. Mana buni ham bitta test qilib qo'ysa bo'lar ekan odatda. Toping deb mana. Xo'p, bu qarshiligi, ya'ni silindr kondensator qarshiligi. Endi bizda tokni topayotgan bo'lsam, I barobar bizda delta phi 0 potensialgacha mana nima qilingan?
potensialgacha o'sha zaryadlangan deylik, mana shu kondensator. Delta phi 0 taqsim R. Delta phi 0 taqsim R. Xo'sh. Xo'p, o'sha zaryadlanish vaqtini topay demoqsam, zaryadlanish vaqtini qanaqadir Q0 zaryadgacha zaryadlangan deylik. Mana Q0 zaryadgacha zaryadlansa, bu S ko'paytgan delta phi 0 bo'ladi, albatta, to'g'rimi? Demak, o'sha Q0 S ni bilamiz. Silindrik kondensator uchun 2PRL taqsim ln R2 taqsim R1 edi. Shuni ko'paytiraman delta phi 0 ga. Demak, men topishim mumkin ekan, zaryadlanish vaqtini ham topib olishim mumkin ekan. Xo'p, birinchi navbatda E ni topaylik. Mana bu ifodadan foydalanib E ni topsam, delta phi 0 bu teskari bo'ladi. Demak, nima bo'ladi? 2PL delta phi 0 taqsim rho bo'ladi. ln R2 taqsim R1 bo'ladi. Mana bu o'sha tok bu. Tok. Demak, bundan mana bu ifodadan ham zaryadlanish vaqtini qanaqadir T0 deb topsam, o'sha Q delta emas, просто Q ni o'zi. Xo'p, buni topaydigan bo'lsam nima bo'ladi? Q0 taqsim I bo'ladi. Q0 taqsim I to'g'ri yozildi. Xo'p, bu narsadan foydalansak, muhti yozmabman. Mana bunda epsilon 0 ham bo'ladi. Sig'imda epsilon 0 ham bo'ladi. Demak, yaxshi. Buni yozaydigan bo'lsam, barobar Q0 o'rniga 2PR mana bu R bo'lmaydi. Kondensator sig'imini xato yozib oldim-da. Mana bu yerda mana shu yerda R bo'lmaydi. 2P epsilon 0 L da o'zi bo'ladi. Chunki R da integralda ishlatdim-ku. Shunda mana bu ham o'zgaradi. Tak. Xo'p, bu yog'i endi epsilon 0 L taqsim ln R2 taqsim R1 ko'paytiruv delta phi 0 ko'paytiruv E0 o'rniga mana buni keltirib qo'yadigan bo'lsam, ko'paytiruv qilamandan 1 taqsim I qilib qo'yaman. Shuni ifodada mana bu ifodani keltirib qo'ydim degani. Ifodani mana bu yerga keltirib qo'ydim degani. O'sha keltirib qo'yadigan bo'lsangiz, T0 nima bo'ladi? T0 epsilon 0 rho kelib chiqadi, rho. Bu narsalardan ko'rinib turibdiki, bu narsalardan bizda qarshilik nima qilmaydi? Radiusga bog'liq bo'ldi va o'zgarmas chiqdi. Silindrda qarshiligi. To'g'rimi? Radiusga bog'liq. Bizda rho o'zgarmaydi. Mana rho bir tekisda taqsimlangan, rho o'zgarib ketmaydi vaqt bo'yicha. Potensial delta phi 0 potensial farqi mana bu ifodada. Delta phi potensial farqi ham bu ham konstanta. Va bundan ko'rinib turibdiki, I teng konstanta bo'lyapti. Konstanta bo'lib qolyapti. Chunki delta phi 0 konstantaligidan foydalansak, R teng bu ham konstantaligidan foydalansak, I teng konstanta bo'lib qolyapti. Biz masala shartimizga to'g'ri kelmayapti. Biz aytayapti, masala shartida qoplamalar kuchsiz o'tkazuvchi muhit bilan to'ldirilgan deyapti. Ya'ni o'tkazib olish kerak. Mana bu I teng delta phi 0 konstanta bo'lmasi kerak, potensial farqi. I teng, ya'ni o'zgaruvchan bo'lish kerak bu yerda ham. Qanaqadir vaqt bo'yicha o'zgaruvchan bo'lish kerak.
Demak, bu nima? Mulohaza xato ekan. Demak, bu yozib qo'yaman. Mulohaza xato ekan. Shu sababli yana bitta mulohaza, ya'ni bu yerda Joule issiqlik ajralishi kerak. Teng konstanta bo'lib qolsa, tok o'tkazmasa qanday qilib Joule issiqlik ajraladi? O'shani ham shu sababli boshqacha mulohaza qilamiz. Tushuntirdimda mana. Boshqacha fikr yuritamiz. Mana. Yuritaylik. Mana jarayonni tushuntirdim qanaqa bo'lishini. Boshqacha fikr yuritamiz endi bu uchun. Qanday? Fikr quyidagichadan iborat. Xo'p, endi tok o'zgaryapti. Tok o'zgarishi zaryadni kamayishi hisobiga. Demak, sirqish toki mavjud. Va bu zaryadni nimasi hisobiga? Kamayishi hisobiga. Paydo bo'lyapti deylik. Paydo bo'lyapti. Zaryad kamayishi hisobiga paydo bo'lyapti. Ya'ni deyman, sirqish tokini minus dq taqsim dt. Ya'ni o'zgaradi vaqt bo'yicha. Bu ikkinchi tomondan delta phi 0 konstanta bo'lgani bilan delta phi o'zgaradi. Ya'ni potensial farqigacha avval zaryadlangan bilan keyin bu o'zgaradi sirqish toki hisobiga. Shuning uchun ham ni ikkinchi tomondan nima deyman? Delta phi, qanaqadir delta phi taqsim r deyman. Va ikkalasi teng. Minus delta d deyman, buni ham d desam bo'ladi. Delta degan o'z holatida turaversin ekan. Xo'p, buni mana bunda yozaman. dq taqsim dt. Demak, buni ham nima deb yozishim mumkin? d phi taqsim r deb yozishim mumkin. Demak, vaqt bo'yicha zaryad o'zgarishi potensial o'zgarishiga teng ekan. Ya'ni radius bda radius qarshilik ham qatnashyapti beixtiyor. Xo'p, endi d phi, ya'ni delta phi desam bo'lardi. Qanday olsam bo'ladi? Shuni mana bunday yozay. Deltaligicha delta phi, ya'ni u da bu r. Ya'ni bu ham u taqsim r deylik. O'sha o'ni, ya'ni delta phi ni oddiy kondensator formulasidan q taqsim s deb yozsam bo'ladi, to'g'rimi? Buni keltirib qo'yadigan bo'lsam, nimaga keladi? Minus dq taqsim dt teng. Buni keltirib qo'ysam q taqsim rs bo'ladi. Mana rs. Xo'p, bundan integral formulaga keladi. dq taqsim q teng minus dt taqsim rs. Ikki tomonni integrallayman. Integrallasam bu qanaqa bo'ladi? Demak, chegara noma'lum deb olib turamiz. ln q teng minus t taqsim rs plus qanaqadir ln konstanta deyman, konstanta. Xo'p, endi boshlang'ich shartdan foydalanib topib olsam bo'ladi. Ya'ni t teng 0 momentda, t teng 0 payti nima bo'lgan? Sirqish mavjud bo'lmagan va
kondensator zaryadlangan hisobiga Q teng Q0 bo'lgan, ya'ni bu ham S ko'paytirib delta qanaqadir F0 gacha zaryadlangan deyman mana. Delta F0 ni o'sha yerda ishlatdim. Bu narsa kerak. T ga 0 bersam mana bu xat yo'qoladi. Demak, Q teng Q0 ligidan foydalansam, konstanta teng Q0 ekan. Ya'ni bu ham S ko'paytirib delta F0 ekanligini aniqlasak bo'ladi. Delta F0 gacha zaryadlangan edi-ku boshida, to'g'rimi? Potensial farqigacha zaryadlangan edi. O'shandan foydalandim sirqish tokini. Ana endi sirqish holatini ko'raman. Agar sirqish bo'lmaganda edi, mana yuqoridagi mulohazamiz 100 talik to'g'ri edi, mana yuqoridagi mulohazamiz. Endi sirqish bo'lgani uchun elektrik muhit, ya'ni o'tkazib yuborgani uchun, tok o'tkazgani uchun endi jarayon boshqacha ketyapti. Demak, bundan konstantani Q0 olib kelib bir tomon o'tkazsak, ln Q taqsim Q0 teng minus T taqsim Rc bo'ladi. Bundan y darajasi ko'tarib yuboradigan bo'lsam, Q teng Q0 ko'paytirib eksponensiyada minus T taqsim Rc. Demak, bu yerda yana bitta ikkita narsalar sizlar bilasizlarmi yo'qmi bilmayman. Bitta ikkita narsalar aytib ketaman. Tau degan kattalik bor. Tau degan bu relaksatsiya vaqti deyiladi. O'sha kondensatorda razryadlanish vaqti mana tau. Tau shunday kattalikki, bu o'sha zaryadni y marta kamayish uchun ketgan vaqt. Chunki eksponensial degan y-da zaryadni y marta kamayish uchun ketgan vaqt. Bu tau relaksatsiya vaqti, bilib qo'yish kerak. Relaksatsiya vaqti. Bizda hozir razryadlanish vaqti bo'lyapti. Razryadlanish. Xo'p, razryadlanish vaqti bo'lyapti. Mana shu holatda. Razryadlanish vaqti bo'lyapti. Xo'p, demak, zaryadda o'zgarish qonuniyatini nima qildik? Topib oldik. Demak, Q teng Q0 ekan, eksponensiyada minus T taqsim Rc ekan. Shu o'rinda aytib o'tib ketaman. S ni bilamiz. 2pi epsilon 0 L taqsim ln R2 taqsim R1 ni bilamiz. Xo'p, R ni bilamiz nimaga tengligini. R ni boya keldi rho taqsim 2pi L edi. ln R2 taqsim R1 ligini bilamiz mana bu ifodalardan. Q0 da nimaga tengligini ham bilamiz. S ko'paytgan delta F0. Mana bizda masala shartida berilgan hamma ifodalardan foydalanib nima qilsak bo'ladi? Topsak bo'ladi. Demak, bu narsadan foydalanib delta F o'zgarishini ham topsam bo'ladi. Delta F o'zgarish nimaga teng? Bizda o'sha Q taqsim S ga tengligini foydalansak bo'ladi. Buni keltirib qo'ysam, ya'ni Q0 ga keltirib qo'yadigan bo'lsam, Q0 taqsim S bo'ladi. Eksponensialda minus T taqsim Rc bo'lib qolaveradi. Xo'p, bu narsamiz Q0 taqsim S degani bizda delta F0, ya'ni potensial ham o'zgarar ekan mana. Albatta o'zgaradi, chunki tok sirqish hisobiga o'zgargandan keyin potensial ham nima qilib qolar ekan? O'zgarar ekan mana. Delta F ni ham topdik. I ni qanday topamiz? I barobar minus delta dq taqsim dt deb boshida ham aytgandim. Bundan hosil oladigan bo'lsam, eksponensialdan hosila demak minus 1 taqsim Rc oldinga tushadi. Minusla plus bo'lib ketadi. Demak, Q0 taqsim Rc bo'ladi. Rc eksponensialda minus T taqsim Rc yana qoladi. Eksponensial darajasi oldinga tushib yana o'zini holatiga qaytardi-ku. Xo'p, bu narsa ham Q0 taqsim nima? Bizda Q0 taqsim S delta F0 deb bersa,
delta phi 0 taqsim r y darajasi minus t taqsim r'siga keladi. Ya'ni buni i0 desam eksponensialda yana minus t taqsim r'siga nima qilarkan? Kelarkan. Xo'p, masala tushunarli, sirqish bo'lgan holat bo'lmasa qanday bo'ladi? Hammasini to'liq va to'g'ri mulohaza qildik. E'tiboringiz uchun rahmat.